Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Norif Yo'ldosh Nazarovich, Navoiy davlat pedagogika instituti jismoniy madaniyat fakulteti jismoniy madaniyat kafedrasi o'qituvchisi. Bugun sizlar bilan tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyoti kurash darsligidan kurash bo'yicha musobaqalar o'tkazish, hakamlik qilish mavzusida darsimizni o'tamiz. Reja asosida bugun kurashga umumiy tasnif, kurashdagi hakamlik qilish, kurash hakamining imo-ishoralari o'tamiz bugun. Hammamizga ma'lumki, o'zbek kurashimiz O'zbekiston hududida ko'p asr tarixga ega. Mana O'zbekiston hududidan arxeolog olimlarimiz 6 ta joydan o'zbek kurashini toshlarga o'yib yozilgan izlarini topishgan. Shulardan bittasi o'zimizning mana bu Navoiy viloyatida joylashgan Sarmish soyda joylashgan. Bu yerda shu toshga o'yib yozilgani topilgan. Uni yoshini aniqlaganda 2,5-3 ming yil bo'lganligi aniqlangan. Bundan kelib chiqadiki, bizning o'zbek kurashimiz ko'p asrlik tarixga ega. Agarda tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, Alpomish va Barchinoy dastonida unga ham yozilib qolingan xalq o'z dostonini tildan tilga ming yillar davomida bir-biriga shu aytish bilan baxshilar, kuylar Alpomish polvonning qilgan polvonchiliklarini ifodalab bergan. Undan tashqari mutafakkir olimimiz Abdurayhon Beruniy o'z asarlarida yozib qoldirgan. Ibn Sino ham o'z kitoblarida shu kurash bilan shug'ullangan kishi o'zining tanasini chiniqtiradi va sog'lom bo'ladi deb u yerda ham yozilgan. Masalan, agarda yana tariximizga e'tibor qiladigan bo'lsak, o'zimizning polvonlarimizdan Mahmud Pahlavon to'g'risida to'g'ri doston bo'lgan kishi ko'p joylarda kurash olgan. Hindiston, Eron, Arabiston hamma joyda kurash olib, biror marta ham yetkasi yerga tegmagan. Shu polvonlarning mana shu tariximizda Amir Temur biror bir joyda agarda dam oladigan bo'lsa, o'zini askarlarining o'rtasida musobaqalar tashkil qilib, kurash musobaqalari o'tkazgan. Mana shunday tarixga ega bo'lgan kurashimiz mustaqillikdan keyin dunyoga yuz tutib 1989-yil 98-yil kurash assotsiatsiyasi tuzildi. Kurash assotsiatsiyasi 1998-yil tuzilgandan keyin 1999-yil may oyida Jar majmuasida birinchi bo'lib dunyo birinchiligi o'tkazildi. Undan keyin har yili bu narsa o'tkazila boshladi. Jar o'rdak ondan ziyodroq davlatlar qatnashdi kurashga. Hozirgi kunda
dunyo miqyosida kurash musobaqalari, dunyo birinchiliklari, Osiyo birinchiliklari, har xil xalqaro musobaqalar o'tkazilmoqda. Bu xalqaro musobaqalar davomida kurashchilarimizni, o'zbek palvonlarini tanti, mard ekanligi ko'rinib turibdi. Bizning kurashimizda bir o'ziga xos bir xususiyati bor. Bu yerda shunaqa xususiyatki, kurashchilar hech qachon sovrin uchun yo bo'lmasa bir narsa uchun olishmagan. Kurashchilar har doim or uchun, nomusi uchun, eli yurti uchun kurash olganlar. Mana shu eski zamonlarda ham urushlarni oldini olish maqsadida ikkita shahar o'rtasidagi janjal chiqib qolganda o'zlarini palvonni chiqarib, o'sha yerda ikki kurashchi o'sha qonli jangni oldini olib, urushni oldini olib, o'sha narsalar to'xtatilgan. Qaysi yutsa o'sha yutdi hisobiga o'tgan. Hozirgi paytda ham mana shu narsalarning ko'pisi saqlanib qolgan. Masalan, o'sha qishloq kurash, qishloqda yo'q shaharda kurash bo'ladigan bo'lsa, har bir hudud o'zini palvonni chiqarib, o'sha palvonni orqasini oladigan palvonlari bo'ladi va bir-birini izidan chiqib kurash olishib, palvonlar o'sha o'zini orini saqlash maqsadida bu ishlar davom etkaziladi. Bugungi kunda mana kurashchilar hakamlik qilish uchun kurash formasi maxsus ishlab chiqildi va maxsus atamalar ishlab chiqilgan. Kurash hakamlari oq ko'ylak, qora galstuk, qora kostyum burib, oq naskida gilamga chiqishi shart. Kurashchilar ko'k yaktay, oq ishton, qizil belbog', yashil yaktay, oq ishton, qizil belbog'da gilamga chiqiladi. Kurashchilar chiqqandan keyin davraga hakam chiqib, kurashchilarga birinchi iborasi qo'lini yonga ko'targan holda tanishing deb o'zini ko'rsatib, o'sha ko'rsatgan chap va o'ng tarafdagi kurashchilarga ko'rsatib tanishing deyiladi, ko'rsatiladi. E'lon qiladigan hakam o'sha kurashchilarni e'lon qilib tanishtiradi. Undan keyin kurashchilar ta'zim iborasi bilan kurashchilarni bir-biriga ta'zim qildiradi. Unda mana shu holatda turib, qo'llari yonida ta'zim qildiradi. Ta'zim qilganda kurashchilar qo'lini, o'ng qo'lini chap ko'kragiga qo'ygan holda ta'zim bajo qilib, bir-biri bilan salomlashib va hakamlarga salom beradi. O'rtaga, undan keyin hakam o'rtaga degan iborani ishlatib, qo'llari bilan yelka kengligida, qo'llari yelka kengligida o'rtaga deb kurashchilarni o'rtaga chaqirishadi. Kurashchilar o'rtaga kelgandan keyin bir-birlariga ko'rishgandan keyin hakam ularni kurashga da'vat etadi. Kurash deb qo'li bilan ishora qilib iborasini aytadi. Kurash deb aytadi. Undan keyin kurashchilar kurashga tushishadi. To'xta deganda agar ikki kurashchi bir-biri bilan kurashib xatolik, masalan, xatoliklarni tizaga tushib yoki bo'lmasa o'tirib qanaydir bir oyoqdan ushlab chetroqqa chiqqanda ikkalasi birga yonboshga yiqilganda bir xilda, ana shunda hakam kurashchilarni to'xta degan ibora bilan to'xtatib, qo'lni oldinga cho'zib to'xta deyiladi va kurashchilar shu holatda to'xtaydi. Bekor
iborasi kurashchilarni usul bajarganda, usulni kurashchilarni to'xtatgandan keyin usulni yoki ko'rsatmasini noto'g'ri bajarilsa yoki bo'lmasa usul bajarilmagan bo'lsa yo berilgan baho noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa bekor ko'rsatiladi. Bekor deb ko'rsatiladi. Bekor deganda qo'l oldinga cho'zilgan holda bilagidan 2 marta oldinga va orqaga harakat qiladi va shunda bekor degan so'z iborani ishlatadi. Vaqt deganda kurashchilar, ikki kurashchi kurashib turganda vaqt bo'lganligini bildirish maqsadida hakam ikki qo'lini yuqoriga ko'tarib bekor vaqt deb atamasini aytadi va kurashchilarni to'xtatadi. Chala usuli ikki kurashchi usulini oxirigacha bajara olmasa bir yonboshga yoki bir beligacha yiqilib yoki mana shu beligacha yiqilib yoki ko'kragi bilan oldinga yiqilsa shunda chala beradi. Chala usuli berilganda agarda tanbih berilsa ham chala usuli yoziladi. Yonbosh usuli ikki kurashchi kurashadiganda biri bir yelkada yiqilsa shunda yonbosh usuli beriladi. Agarda yonbosh usuli dakki bilan ogohlantirilsa yana yonbosh usuli berilishi mumkin. Beriladi. Halol deganda kurashchi o'zining raqibini dast ko'tarib yerga ursa, ikki yelkasi gilamga tekkanda halol beriladi. Halol berilganda agarda kurashchi 2 marta yonbosh yiqitsa halol beriladi va yonbosh dakki berilgandan keyin ham halol beriladi va g'irrom da ham halol beriladi. Keyin hakam kurashchi biri gilamda turib ikkinchisini 3 minut davomida gilamga chiqmasa shunda ham halol beriladi. Tanbih kurashchiga 3 minut yoki bo'lmasa u kurashchidan ikkinchi kurashchidan sust kurash olganini ko'rib o'shani ogohlantirsa undan keyin kurashchiga tanbih beriladi. Dakki kurashchiga tanbihdan keyin dakki beriladi. Dakki bir marta tanbih berilgandan keyin agarda kurashchi yana o'zini kurashini o'zgartirmasdan o'sha holatlarni davom etkazaversa, o'shanda yana keyin dakki beriladi. Dakkidan keyin g'irrom beriladi. G'irromda agar kurash davomida o'zini raqibini ishtonidan ushlasa yoki bo'lmasa o'sha yiqiladigan payt qo'lini qayirsa yoki bo'lmasa ustini bila turib yirtsa, shunga o'xshagan qo'pol vaziyatlarda kurashchiga g'irrom beriladi. Jazo kurashchilarga kurash mobaynida 3 minut mobaynida kurashchi agarda biron bir usulni bajarib
yoki bo'lmasa biron bir usul bajara olmasa, shunda ikki kurashchiga ham agarda usul bajara olmasa 3 minut davomida g'irrom beriladi. G'irrom degan atama bilan atalib, kurashchilar bir-biriga ushlashtiriladi belidan. Keyin kurashga, yana kurash degan kurash uchun ruxsat beriladi. Unda kurashchilar agarda ikkalasi bir yelkaga yiqilsa, unda turg'ozib yana qaytadan ushlatishib kurash beriladi. Jazo. Agar kurashchi o'zini raqibini biron bir noto'g'ri kurashchisini o'sha xatolik bilan kurashchiga qarshi ish qilganda jazo beriladi. Mana shunaqa hakamlik atamalar bilan ataladi. Kurash mobaynida hakamlik qilish. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.